Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Qorong'i tushishiga qaramasdan sizlarga bo'lishaylik degan maqsadda video olyapmiz. Buyurmaysizlar, xudo xohlasa, lekin juda go'zal holatda chiqdi. Akfaromlarimiz mokriy svetda ustunlar o'ralgan, juda go'zal holatda. Ichki tomonlarini ham o'raganmiz. Hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hamma joyi shotlanga to'qilgan. Juda go'zal holatda. Akamiz internetdan ko'rib zakaz berdi. Andijon viloyati payti odamiz. Biz bosgan payti dekorovkalar go'zal holatda. Balkon profildan bo'lgan, qanotlari kvadratlari 600 mingdan boshlanyapti. Bu yoqqa ketaveradi gullariga, rangiga qarab. Aynaga oq bo'lgan, ichkari ham mana unchalik ko'rinmaydi. Go'zal holatda, romlari ham splashni ochiladigan bo'lgan. Ashyo go'zal holatda. İşimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Har doimgidek go'zal holatda ruchkalari. Bu ham balkon profildan bo'lgan. Qanotlari hamma yo'g'i. Ichkarida ustunlar ko'rsatib o'taman. Ichkari ustunlari ham alkofon bilan o'ralgan. Hozir alkofon bilan o'rayamiz mana. Ustunlarning go'zal holatda bo'ldi. Juda ham ideal holatda. Romlar aytilib o'tilgandek splashdan o'tiladi. Alibes degan firmadan qilganmiz. Akfa bilan deyarli bir xil. Endi akamiz Farg'onaga qilgan ishimizni ko'rib turib shuni yoqtirdi. Xuddi shunaqa qilib berasiz dedi. Go'zal holatda shunday qilib berdik. Go'zal holatda, juda go'zal. Bu tomonda ichkaridagi alkofonimiz, ustunimiz alkofon bilan o'ralganmiz. Juda ham ideal holatda chiqdi, go'zal holatda. 45 gradus. 90 gradus ko'rganmizda. Bu tomonlari ham o'ralgan mana. Endi bitta abok qo'ysak akamiz go'zal holatda bo'ladi. Men bilan murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunimcha vodiy bo'ylab. Xudo xolasa Toshkentlarga ham qilyapmiz. Ishinglar ko'proq bo'lsa, men bilan murojaat qila olasizlar. Xizmatdamiz. Rahmat katta hammalarga.